86 metr kvadratdan iborat birinchi etajda joylashgan 2 xonali uyimizga yetib kelganmiz. Tayyor remontlar bilan birgalikda Zarafshon domlari, bu tarafda Shirin madaniyat saroyi hamda hamma biladigan Shirin avtosaloni joylashgan. Asosiy katta mehmonxona qismidamiz. Mehmonxonamiz juda ham katta ekan. Demak, hamma jihozlar qolyapti. Xonadonimizga faqat maishiy texnikalar olib ketiladi. Asosiy kirish eshigi kattagina koridor qismi. Koridor qismini o'zi ham bir mehmonxonaga o'xshab yotibdi. Bilmadim, bu yoqqa stol qo'yib, mana shu yerda o'zi ham bir mehmon kutadigan joy qo'ysalar ham bo'ladi menimcha. Katta mehmonxona qismini ko'rib o'tdik. Mana bu yerda chiroyli mebel qilingan burchakda kiyimlarni saqlash uchun hamda kattalar yotoqxona qismi remontlari xonadonimiz tayyor holatda. Demak, patologlarga chiroyli ishlovlar berilgan, barcha xonada gilam pardalari qilingan, to'liq parket bo'lgan. Tepli pollari ham bor xonadonimizda. Umumiy yuvinish xonasi, hojatxona, uni kafel bo'lgan. Hojatxona va yuvinish xonasi ham. Demak, oshxona qismi kerakli barcha texnikalar bilan ta'minlangan. Xo'p, bu ugalogimiz qoladi, o'tirib ovqatlanadigan hamda ovqat tayyorlash uchun barcha sharoitlarga ega, faqat shu maishiy texnikalar egalari tomonidan olib ketiladi. Shu xonadonimiz 86 metr kvadratdan iborat birinchi etajda joylashgan Zarafshon domlari. Manzilini aytib o'tdim. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasizlar. 86 metr kvadratdan iborat. Eslatib o'taman, kvadrati juda ham katta hamda birinchi etaj. Yoshi kattalarga eng yaxshi tanlov. 580 million so'm ustida savdosi bor realniy klientlarga. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qilinglar. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'linglar. Har xil joylardan yaxshi uylarni, arzon narxdagi uylarni faqatgina bizning kanaldan topasizlar.